Xorazmdan Qashqadaryoga kelin bo'lsang. Assalomu alaykum, chaqqanmisiz? Ya ular sizga man chakmayman dadangiz chakanlar. Yo, chaqqanmisiz, salomatmisiz degani. Sal qo'lli sirim ochilishi. Hamsalar chiqib qolsa kelin salom qil. Hamsaye novi. Hamsa endi qo'shnida. Ko'ngilchi desangiz-a? Nima deyapsan? Bala umuman tushunmay gapingga. Ashu giddi kuyganni aytsang, ertalabdan turay ichidim, sallarni oldinga boray ichidim, u bu joyga o'tiray ichidik. Shunda hamma gap ichidim qo'shsa Qashqadaryocha bo'ladi ekan. Kelin, o'g'limga bir kadi tayyorlaylik. Juda yaxshi ko'radi-da. Kadi? Menga ko'rsataman Azamat kadini. Balaysizmi Azamat sansiraysiz? Aytgancha nima dadangiz gapirmayapsiz? Bizda 2 yilcha atama gaplash mumkin emas. Tushunmadim baribir. O'g'lim kelsa tarjima qilib beraman. Azamat og'a, aprelliyan suvda bor, shundan aytkeling. Balam, aprelligan parashok zo'r ekan, o'shani olibki. Bir-biringlar tushunmayapsizlar, lekin bir xil gap gapiryapsizlar-da. Yigit kelyapti-ku, parashyot xotiniga beryapti-ku. Kirlar yuvyapti-ku, toza bo'lyapti-ku. Bu nima endi Azamat? Kelin, qachon yana tuxumbarak yeymiz? Yumurta barak pishirib bersam bo'ladimi? Xorazmdan kelib olish zo'r ekanda. Tili shirin, o'tgan kun tez gapirsa, qo'shiq aytibdi deb o'ylab ketaman. Uyi uzoqligi unasiniki ketib qolma ekan. Lekin bitta menusi bor ekanda. Qandoqqa minusda-da? O qalin puliga bitta pochkam sotuvdik-ku, o'sha og'riyapti-da.